Bir paytlar hali umid bor edi. Lekin 17 yoshimda men aniq bildim. Men la'natlanganman. Ota-onam ajrashgan, uysiz, propiskasiz, ma'lumotsiz, ishsiz. Nimaga qo'l ursam, omadim cho'kmas edi. Dalada xushxabar eshitdim. Kitobni o'zim o'qib ko'ray dedim. Yuragimda o'ylar edim. Agar bu Xudodan bo'lsa, inson xohishlaridan yuqori bo'lishi kerak. Chunki dinni odam yarasa o'ziga qulay qilib yaratadi. Darhol uch narsa menga ta'sir qildi. Tilning pokligi, bir erga bir xotin, muqaddaslik. Shunda men angladim, Xudo muqaddas ekan. Xudo men orzu qilganimdek ekan. Men gunohlarimga tavba qildim. Do'stim, kel, sening vaziyating uchun ibodat qilaylik dedi. Biz ibodat qildik va o'sha kundan boshlab hammasi o'zgarishni boshladi. Avvalo hujjatlar paydo bo'ldi, keyin o'qish, ish, oila. Xudo menga tashrif buyurdi. Agar sen ham men kabi o'zingni omadsiz, la'natlangan his qilsang, hatto muvaffaqiyatli bo'lsang ham, lekin hayotning ma'nosini qidirayotgan bo'lsang, gunohlaringni Iso Masihga ber. Gunoh ketgach, muammolar ham ketadi. U mening taqdirimni o'zgartirdi. Sening ham taqdiringni o'zgartirishga qodir. Obuna bo'l va izohlarda yoz. Xudo sening hayotingda qanday ishlamoqda?